Assalomu alaykum uzun ishqibozlari, hammalaring sog'misizlar, yaxshimisizlar? Bugun 2026-yil 28-iyun Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidan uzumchilik ilmi ijtimoiy tarmoqlari uchun video tayyorlayapmiz. Yaqinda mana bir yangi navga Yusuf ota deb nom qo'ydik. Haqiqatan uni o'xshashini seleksionerlar uzumlarni ko'rib ham topolmadik biz. O'zlariga murojaat qilsak ham aytib berisholmadi. Endi yana o'shanaqa muammodan yana bittasiga duch keldik. Mana 2 kunlik kelgan, mana ikkita payvand bo'lgan. Mana bu yilgi holatiga mana bugunga pishib bo'lgan bu mana. Endi mana uzunligini qaranglar, juda ham chiroyli. Qora. Mana qarang, mana. Qop-qora. Endi bundan metan cho'qqilar nima ham qilishibdi bolalar. Endi buni ko'ramizda, qani endi ichini ochib ko'ramiz buni. Mana qarang. Urug'i bo'lsa yirik donda bo'ladi. Keyin mana ingichkani ko'ramiz. Birinchi ingichkani ko'ramiz. Mana bolalar xuddi avatardagidaqa go'shtlik urug' yo'q. Mana qani bunda rudiment bor o'xshayapti. Bunda urug' bor ekan. Mana urug' ham mayda urug' bor ekan, bunda yo'q. Bu kishmish emma bo'lishi mumkin bu. Bu kishmish emma bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi ikkinchisi bu nav qanaqa nav ekan? Buni mana men buni ko'ryapman, ajoyib qarang. Mana buni ham olib ko'ramiz. Bu mana shu bir vosh qarang, mana shingili mana. Qarang, bir voshdan ikkita katta tashar ekan. Bu ham juda chiroyli uzum ekan, qarang. Ammo bunda urug' yo'q. Qarang, umuman urug' yo'q. Qarang. Endi bu navimiz mana. Bunda mana ikkita 3ta pindik kelgan ekan, qarang. Mana bitta payvand bo'lgan, mana bitta. Bundan 3 pindik ekan. Buni nomi nima ekan bilganlar bo'lsa aytib o'rasizlar. Xo'p, endi qarang. Bu betlar bizni tepada yerimizdancha kechroq joy. Qarang, mana malchik spalchikda qarang, go'zalligini qarang, tiniqligini. Ola qarang. Malchik spalchik. Mana malchiklar bunaqa rang beradi. Boshlar yaxshi. Endi bular cho'ziladi endi. Bular Lamborghini mana qarang. Lamborghini ham juda sevasi. Mana bular o'zimiz sog'diyonalarimiz, mana sog'diyona gigantlar, mana boshlarini mana juda zo'r bo'lyapti. Mana bular avatarlar. Avatarlar ham mana qizarishni boshladi, xudo xolasa. Lekin sog'diyonani boshlagi gap yo'qda, qarang kattaligini. Qarang. Ser hosil ekan. 3,5 kilo, 4,5 kilo bo'lib ketyapti bular. Qarang. Mana boshni qarang. Bu qarang. 1 yosh. Bilmayman o'zi hozir ham 2 kilocha bor endi pishsa qancha bo'ladi. Shira olib yana qo'shadi. Zevsni ko'rsataylik. Mana Zevsimiz. Mana juda ham chiroyli uzum ekan Zevs. Bu ham mana ertagi nav ekan. Qaranglar mana bu ham uzunchoq. Mana endi qizaryapti. Juda chiroyli uzum ekan, grafstori. Mana endi bu navimiz Arra 35 deb olganmiz biz. Arra 13 chiqdi. Arra 13 mana bu ham ertagi nav ekan. Qaranglar. Buni hali pishgan yo'q. Donni yirikligini qaranglar buni. Qizil uzumlarning ichida qattiqligi zo'r. Bu qattiqligini qarang. Bu qarang, beqisiz ochilyapti. Qani, urug' yo'q. Mana rudiment bor ekan bunda mana. Jichali mana. Mana. Bu emas, mana go'shi mana.
Ash ekan. Bu o'zini go'shi mana hali ichida. Hmm. Rudimentcha ekan bu. Işte mana ekanda rudiment xullas. Mana R13'imiz bilsalaring juda ko'p hosil qilganda bular hosilini uzib tashlab video chiqarganman mana. Bular R13. Hop, endi Rainbow'ni ko'ramiz. Mana Rainbow uzumlarimiz ancha bo'lgan pishganiga. Mana ko'rsating. Bu Rainbow'larimiz pishganiga ancha bo'lgan. Bugun uzib ketamiz shekilli o'tirishga. Mazza kirib qolibmi? U qarang. Urug'i yo'q. O'zi Rainbow'da urug' bo'lishi kerak. Rudiment o'pyapti urug'i. Buni urug'i rudiment bo'lishiga sabab bor. Sababi biz endi mana sug'diyonlarga gibridin sepganimizda bularga ham sepilgan. Bundan olib ketamiz shekilli hozir Abdurash. Nima? Bu ustingizga nima chachalab oshdi? Ha mana bu yaxshi mana. Ya, mana chachalab osham yaxshi-da.